Assalomu alaykum, ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar, riyosatchi do'stlar Nijat Vali Yaqubdan hammalarga sevg'inishli salom, oliy ehtirom. Xosiyatli oltin ko'z hamma oilalardagi dasturxonlarga barakat, mo'l usulchilik ato qilayotgan mana shuningdek shodlikqa to'lgan kunlarda Shinjon televiziya stansiyaning Ichildasliqning programmasi orqali sizlar bilan didorlashganimdan to'liq xursandman. Qadrli do'stlar, bizda sog'lom tanda sap aql degan so'z bor. Undan boshqa yana hammalarga tunishlik bo'lgan tan saqliq zo'r boylik degan aqliya so'z bor. Shunlashqa biz ekran oldidagi programmamizda ixlosman ko'rmanlarning taklifiga binoan programmamizda faqat o'zimiz va o'zga millatlarningki isil yemak-ichmak madaniyatini tunishtirib qolmasdan, ana shu yemakliklarning ozuq qiymati to'g'risida texma atrofliq to'xtalish maqsadida bugungi programmamizda oldi bilan doktorxonaga berib, ozuqshunoslar bilan aloqalashib kelmoqchimiz. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz doktor, yaxshimisiz? Sizni ko'rib xush bo'ldik. Javob chaqdingiz. Nijotlar yaxshi. Biz Ichildasliqning programma gruppasidan bugun oldinroq kelishimiz. Programmalarni yoqtirib ko'ramiz oila bo'yicha. Günlere bilen pisayette adamlar lekin bir poloğu sattınız ve bizge körüp köylülük öyle. Oybek yaxşı oldu. Hakikaten programımızı gördük yani siz bekle suyunduk. Bugün şu programımız sebebinde sizlerden alınalağı kelişimiz. Elbette de şu dostlarıma ayan hem de bizden programımızda görmelerge özümüz ve özgü milletlerindeki yemek içmek medeniyetini tunuşturup bakamazdan yani şu yemekliklerindeki salametlik olan faydalı tarafları ozuq kıymeti doğrusadaki mezmunlarını sözlep yerimiz için. Şunu açıklamda bir ozuqşunas gerek olup gelip aldığınızda gelişimiz. Acaba yaxşı programmalarda tanıştım pek yaxşı görmüştüm. Şundan mı? Tamamlık yok demez ihtimal bolsa qatnashib tamak etib qilishpasam o melli. Pek yaxşı oldu buna ait kıymetli bir uçur oldu. Bundan bizninki suyumluk doktorlarımız, ozuqşunaslarımız bir taraftan bizi tamak etib bir taraftan şu tamakning ozuq qiymatini dostlar sizlep bilsa bu qo'shu unumga erishganlik bo'ldi bir chamada chiqib vaqtda soqqanmiz. Bo'ldi doktor, unaqa hozir ishlab o'tibsiz. Qachonroq ishdan tushasiz? İşten çıkarttım bu kaldı. İşten çıkanlıkken berip etip kılışpasam buldu. Ay acayip yaxşı. Bunысы sizge ketadigan materiallarni izbasam, siz hazır berip ağaçtırsanız ocaq içinden berip işkimizden şu tamakni etayli. Buldu. Acayip yaxşı, ma'qul. Bana tizimlik muatayya bo'ldi. Unda qilsa, sizda ishdan tushkichilik, darhol beribmiz shu ko'ktatlarni, qurishlarni setib olay, undan keyin sizni naq maydonda saqlaymiz. Bo'lamda? Ma'qul bo'ldi. Tamak yetişini bilmegini bilen hänim bolsa kök tattalashqa xeyli ustida qilamdi nima? Mana Nijatma kök tatlan setib oldi. Kerakli materiallarni taqib bo'ldi. Uning aldirab menishga qaraganda Gulbahram doktor ishdan tushib kelguncha tamak etadigan maydonni rastlash uchun aldirayotganda qildi. Xo'sh, hurmatli ko'rman do'stlar, Shinjon televiziyasi Ichildasliqning programmasi davom etishyapti. Men Nijat. Shu topda programmamizning eng sarxil sayfisiga yetib keldik. Ya'ni bu bosqichda hammalarninki ishtoyimiz ichilib, eg'izlarimizga serix so'kab ketishi mumkin. Shu topda biz alayda taklif qilgan Shinjon Uyg'ur Abdul Murod xalq doktorxonasidan ozuqshunos Gulbahram Zikri, ya'ni Gulbahram odamning kelgan vaqtim bo'lib qoldi, deyman. Kelsa vaqtni chin tutib, tamoq etishga tayyorlanib ketaylik. Assalomu alaykum, Gulbahram da yaxshimi? Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganingizga ko'pdan-ko'p tashakkur. İşten tushib kelgandim. Jiddiy ko'rmanlarga tamoqni etib beraylikmi? Bo'ldi, unda boshlab ketamiz. Endi programmamizda boshlab kelsak, o'xshagan tamoq etishni boshlab kelsak, bugun ko'rmanlarga, ya'ni ko'rmanlar taqozo bo'layotgan shu tamoq turining ismi nimada? Bugün ketmekçi olan tamaqımız, yani Özbekçe bunu golubisi deb ataydı ekanmiz. Albatta endi siz degan bu golubisi degan tamoqninki mening bilishimcha turkcha atilishini lahana dolmasi deydi ekan. Mening endi aniqlab ko'rishimcha bu lahana degani odat biz tilga olgan shu kaposta, ya'ni kallakbasi shunaqmi? Uning boshqa dolmasi bo'lsa, shu kapostning ichiga to'ldirilgan tamoqlarni o'z ichiga oldi ekan. Unda biz unga bir uyg'urcha ism qo'ysak bo'ladimi?
kaposta o'ralmisi. Shunaqmi? Bunda unda xos biz bugun buni oddiylashtırib kaposta o'ralmisi deb atab turaylik, ha. O'zbek tilida gulubsi deb atilgan bu tamoqqa Nijat bilan Gulbahram doktor kaposta o'ralmisi deb ism qo'yib oldi. Bu ismi bo'lamdi nima? Buning kerak xurishlar nimalardir? Bunun ketilen kuruşlardan asaslığı birincisi kaposta. Yani bu tamakның yarkın noktası kaposka. Ondan keyin baş piyaz, kökmuş, kızılmuş ve başka kökseyler. Ondan keyin tuxum, gürüş, tetikbuladın, pomidor qiyami, tuz, qarmuş, ondan keyin kraxmal qatarlıqlar. En asaslığı göş. Göşnің loq yerden 20 kilo atrapıda ketidi. Xo'sh, mana bir yurish oppoq qazanmish kiyimlarini kiyib tayyor bo'ldik. Unaqa oldi bilan bizni ishni nimadan boshlaymiz? Bugungi tamoqninki asosliq ichish jarayoni dumlash va qo'rish bo'lib, birinchisi biz gurishni dumlab olamiz. Ya'ni 15 minut dumlab olgandan keyin yarim piyola atrofida dumlasak bo'ldi. Ondan kaposkani dumlab yumshatib olamiz. Endi bugungi tamoqninki asosiy yarqin noqtasi bu kaposka bo'lganlikdan, kaposkani biz o'ralma o'rnida ishlatamiz. Buni ximir o'rnida masalan biz manta degan tamoqlarga o'xshash aytganda mani kaposkani shu ximirni o'rnida ishlatamiz. Shunga buni yumshatib olsak, buning churikligini aytdi qattiq bo'lg'achqa aytgan yuyilganda sinib ketadi. Demak, buning uchun biz buni dumlaydigan bir ko'r tayyorlashimiz kerak ekanda, lekin oldinman buni tayyorlab qo'ygan. Mana bu ko'rning ichiga hozir yuvas salsak bo'ladi. Bu qarang og'iz ichim. Endi bu 2 minutda dumlangach turguncha biz ko'katlarni aqlab olamiz. Qiymaga yarim piyoz. Bugun aytmoqchi bo'lgan tamoqimizningki miqdori faqat 2 kishilik. Endi bundan aytmaganligimiz uchun buning yarim piyoz qiymaga yetadi. Qolgan yarmini qiyam qilishga ishlatamiz. Bundan boshqa siz oilada shunday qildi bu mening cho'g'an chog'da uyda doim etilmaydigan, masalan, ustalarga bir qator yarashadigan mehmonlik tamoqlar qatori sansak bo'lamdi. Mehmonlik tamoqlar qator sansak bo'ldi. Endi bu tamoqning men his qilishimcha bu faqat ziyon qilmaydigan tamoq ekan-ku. Birsi bu oshqozon uchayga bek foyda qildi-ku. Kichik bolalarningmi, yashanganlarningmi ish qilib har qanday odamning yeyishiga mos keldi-ku. Bugun endi buning uchun biz mushunchalik go'sht tayyorlab tuzuk yetadi yoki bu yetib ishib qoldi. Buni faqat loq tarpidilar, ya'ni may bilan go'sharlashgan tarpidilar azroq 300 gram atrofida ishlasak bo'ldi. Faqat 300 gram atrofida. Buni odatda mantining qijmisichadek to'g'irsak bo'ldi. Hozir biz kapostani shu bir qancha minut dumladik. Hozir kapostani tayyor bo'lganda olaymi? Ha, aylan. Asan bo'lamda. Voy, siz qulib ketilgan bo'ldi. Ilavrim qo'rqmay. Mana. Qarang, bu elastiklar shunday yaxshi. Shunda hozir yumshoq holat kelibdi. Bu ham deb hozir yumshab yitilib ketmanda so'ysa. Yitilmaydi. Yakunda avaylab suyishimiz kerakmi ya? Avaylab suyimiz. Am buning ishlatilgan yana bir qismlarning bir turidan guruch, dumlangan guruch. Shuni biz hozir guruchni dumlab olishimiz kerak, shunaqmi? Shunday to'g'ri. Bo'ldi. Unda vaqtda bizning xizmatchi xodimlar boshqa tayyorliklarni qilishlik guruchimizni dumlab berib tursa. Shu topda mening his qilishimcha bizning bu programmamizningki eng diqqat qilishga tegishli shunaqla nayt inchkilik bilan kuzatmasa tayyorlashda qiynalib qoladigan bir bosqichga qadam qo'ydik shunaqmi. Ya'ni hozir kapostani so'yish bosqichi. Kapostani so'yib, buni bir tarafga tuvish bosqichi. Biroz texnik talab qildi shunaqmi. Undaqda siz o'z qo'lingiz bilan bir so'yib olsangiz, lekin men undek so'yib olqim kelyapti. Diqqat, naq mushu bosqichda dumlayotgan kapostaning yaprog'ini so'yish intayin muhim. Ya'ni kapostaning yaprog'ini so'yganda cho'qim ehtiyot bilan aldirmay so'yish kerak. Bo'ldi. Buni so'ygan vaqtimizda men oqidagi mana yupurma qismidan tortib aldirmay so'yib olsak bo'ldi. Ammo buni dumlagan vaqtimizdan bek churikdi. Dumlab qo'ygandan keyin so'yish uncha kasma emas. Haqiqatan shunday bo'ldiki, hozir shu topda men tutib ko'rsam bu nihoyat yumshoqqa, osonlam so'yiladigan. Uning boshqa nihoyat qiziq, demagan bilan biroq qo'l kuyadigan. Undan keyin qiynalgan odam o'zi biladigan bir xil bosqichda ketib bordi. Undan keyin hozir siljitilgandek qildi. Buni aldirmay to'pusini so'ygandek, shunaqa. Ishtiq to'plarimizni beshimizdan olgandek holatda aldirmay olamiz. Shundan bilan qo'limizdan chiroyli chiqadi. Mana bundaq asosan men g'o'l tarafini ajratib olgandan keyin o'zining yo'li chiqdi. Buni qo'lingiz ko'tarib olsangiz, qo'lingizning bo'liqi shaklsiz emasmi? Shunga men qo'l takkayalar yitilib ketishi mumkin. Shunga men qo'yib olib asta-asta yo'li bilan qilmoqchi bu ishni. Bugun qilganimiz bir 2 kishilik bo'lganligi uchun bir 10 atrofida tülsak bo'ldi. Shu topdan bu yerda bir mas'uliyat edi, ya'ni bir yaproqchida, shunaqa bir yaproqchida qanchani tayyorlab bo'ldi? 2 ni tayyorlab bo'ldi. Buni qaragan chog'da biz bir taraf qilamiz. to'g'risiga kesib ekanmiz-da. Yo'q, to'g'risiga kesmaymiz. Qarang, To'g'risiga kesmaydi ekanmiz.
Ma'lum iş. Demek hazır bu iş kalğanını Yakup qo'yib siz uyga ketib, akitib, balalarınızga yana bir qatim tayyorlab berasiz. Qo'y Allohga bersin. Bu programmani Şinjan Eksan maychilik chekli şirkati alayida qo'llagan. Ham buni bir tarafga vaqtimizda qarang, buning ma g'o'l tarafini ayt qattiq bo'lganlikdan, yelilik tugsak, bu yer sunib ketadi. Shuning uchun mishani avtimiz. Avtib oldan ikkiga bo'lib olamiz. Bu yerni ham iste'mol qilishga yoki hozir Ham iste'mol qilish ham bo'ldi. Demak, ma u ayt tugishga avtlik odatga ekib olamiz. Hozir bundan shakli shafaq to'piga o'xshaydi shunaqmi? Dal o'zi. Mana g'o'l qismini avtimiz. Qattiqcha. Endi qizilmushni to'g'ragan chaqchoqanchak to'g'raymiz. Qizilmushni az, yani yerim baş qizilmush, yerim baş ko'kmush. Am pek chiqib etsak, u jiq tamoqning miqdori ketadi. Shunga az-azliqlar to'g'irsak bo'ldi. Qizilmush bilan ko'kmushningki baş piyozning cho'nlig'ini o'xshash qilib to'g'raymiz, ya'ni Qatak chiqilib to'g'ra olamiz shunaqmi? to'g'raymiz. Ben tayyorlagan yerim baş piyoz tayyorlaymiz degan tan hozir qolsam piyozni to'g'rab oldingizga jiddiylik ketib ya. Yo'q. Damasma qiyam tashigandimi piyozni qo'riydigan shiltimiz. Ha, demak bu ayrim tayyorlangan. Ayrim ma dumlash bosqichi, ma qo'rish bosqichi, ikkinchi piyoz shiltimiz. Baş piyozni ma u chetash tamoqlar baş piyozni asos qildi emasmi? Buni qo'ygancha piyozni bekcha qoralashtirib atqanda yegancha g'itchida piyoz deb. Ya unda bo'lmaydi. Shunda tamlik yo'q. Yili pishqanda tetib yiqma. Gulbekxonada hozir mana biz ham dumlab olgan guruchmi? Tayyor bo'ldi. Bu guruchni ham qanday qilamiz? Endi biz qijmi tishga boshlaymiz. Am buningga bir tuxumninki mau iqini solamiz, seriqini solmaymiz. Iqin selishdiki maqsad ma'lumki birsi yumshoqligini, qijmininki yumshoqligini, oson hazm bo'lishini ilgari surish. Ya'ni birsi yipishqoqligini, qijma nachdiga vaqtida bir-biriga yipishib tursa, odamning ayt rohat his qilib turgandan. Shunga uning ozuq miqdorini yuqori ko'tarib oqsil bo'lganlikdan bir tuxumning iqini ishlatsak, ham tamoqning ozuq qiymatini yuqori ko'targan bo'ldi, ham yeyishlik bo'ladi. Yeyishlik bo'ldi. Hozir Gulbekxon doktorninki bayonlardan haqiqatan endi ozuqlikninki qanday tanishilishi, shundaqlar salomatlik bo'lgan foydali taraflari to'g'risida xeyli ko'p tushunchalarga ega bo'lyapmiz. Hozir tuxumning seriqini ayt chiroyli shakllanishga suzib oldik ham, shuni guppida ichib olsak salomatlikka bek foydali qo'ymayman. Bo'ldi endi. Bir materiallar ko'rishimcha bu tuxumni pishirgandan ko'ra xomisa salomatlikka anchalik foyda qilmaydi ekan. Nima deganda xom bo'lganlikdan buning tarkibida jigar qapli qurtini paydo qilgan ashaq bir modda bor ekanda, shunga xom yeyishni ancha tashabbus qilmaydi ekan materiallarda. Shunga sap oqsil iste'mol qilishni o'ylagan ko'rmanlar bo'lsa, tuxumni pishirib olgandan keyin seriqini ayirib etib, iqini yesa, oqsil to'liqlash maqsadiga texnik yaxshi yetaladi ekan. Ammo seriqning tarkibida temir miqdori biroz zo'r. Ma iqning tarkibida oqsil miqdori biroz zo'r bo'lganlikdan ikkisiniki rol o'xshab ketmaydi. Mush biz paranglish bosqichida balkim do'stlar diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Gulbekxon doktor nur tezligida tuzlar bilan qarmushlarni sap hozir bu qurishni tayyorlab oldi. Qiymini tayyorlab bo'ldi. Hozir qiymi xuddi biz ko'rgandek, inayet elastikligi bor. Undan keyin yepishqa holatga keldi. Keldi, ya. Buni tuz ta'mi qandayroq bo'lsa ham yaxshi tayyorlangan bo'ldi. Buning tuz ta'mini odatga qizminiga qaraganda sal kuchaytirib solamiz. Chunki Tamoqning tuzini tetish nijat uchun eng qiyin ishmikin deyman. Odatda xamirni masalan montatga vaqtimizda xamirning tarkibida tuz bo'ldi emasmi? Shuning uchun qizmining sal tuzsiz bo'lib qolsa-mu, ishni bo'lmaydi. Bugun ishlatadiğimiz kaposka bo'lganlikdan kaposka tuzsiz, ta'msiz asosan. Shuningga buni o'rganda masal tuzliroq, tuz besib, qarmuchi sal besibroq kelsa, buni ta'mlik bo'ldi. Hamda tugish bosqichiga kelamiz. Men siz bilan birga tugib baqsam bo'lamdi. Bo'ldi. Birinchisi men tugib baqaymi yo birinchisini qarang. Bu odatda shu tomoq qo'shiqida bir qo'shiqlam silib tuysak bo'ldi. Bundan cho'ngib ketib qolsa, yeyishga absiz. Ammo kaposka o'zi taloliq yemeklik emasmi? Shunga tish bilan uz bo'g'ilmaydi bek cho'ng bo'lsa. Sal so'zlib yaram qilib qo'ydik ekan-da. To'g'ri. Bo'lgandan keyin qanchalik solamiz? Mana bir qo'shiq. Tamom ko'rib beraman. Shu bir qo'shiq. Shu bir qo'shiq buni. Yana bizda selim. Ya qadatni uyni tomoq yeyman. Tomoq yeyish qilmas ekan sizda. Uydik tomoq yeyishga, taqs qurg'idash qatorliq bir qator murakkab qiyliq darajasi yuqori bo'lgan vazifalarni odatda men ustimga olaman. Tugish bosqichi odatda bizning uydik xonim qizlar tomonlaydi, ya'ni opam tamamlaydi. Nima sizning tükünüz ma bek? Ma'lum mening tükünim. Yo'g'on sal kelansiz bo'lib qoldimi? Unda tüksak tomoqni badiligiga ta'sir etamdi, bek yo'g'on. Yo'q, endi siz dedingiz buni bir tishlab yeydi, yig'ilib bo'ldi deb. Endi biz erlar odatda og'zimiz sal yo'g'onroq keladi, shunashqa bizga nisbatan mushuni ehtiyojimizga asosan. O'tirganlik ya, shuni bir o'tirganlik.
Sen turib agar sen chiqib qolsa, mening tukunim bevosita oshkor bo'ldi g'alatiga. Ep bilan yegaysiz. Kim yegan? Tatib turib. Hozir yana qancha tal tuysak bo'ldi? Yani 3 tal tuysak bo'ldi. Masalan, bundaq aslida tuzilmasida bir xil g'ayrilik alomatlar ifodalangan, o'zsal so'qchaqroq kelgan yaproqchilarni qanday qilamiz? To'liq ishiltiraveramiz yoki boshqa shaklda gul shaklini chiqarsak bo'ladimi? Ham chiqarsak bo'ldi, bekrak ustidan chiqarib endi. Biz amalda uni tanlab, yana normal holatda tugib olsak bo'ldi. Joyida niqtab kirgizsak bo'ldi, shularmi? Endi hozir biz tugib bo'ldik. Do'stlar ko'rgandek nihoyatda bir xil badiiy, nihoyat ko'rkam bir xil shakl tayyor bo'ldi ya. Bu ikkisidan boshqa. Yo'q, bu ikkisini bundan bir yarish qo'yib qoldi. Masalan, ang ustiga bunday qo'yib, balki bundan bir gulning naqshlarini chiqarishga bo'lishi mumkin. Undaqdan bundan ustiga boshqa narsalarni aralashtiramiz. Endi buningki mal qiyomini tanishib ustiga quyish bosqichimiz bor. Qiyomini tanishmi balki texnika talab qilgan bosqich bo'lishi mumkin. Undaqda yana butun diqqat nazarimizdan qiyomni qanday tayyorlaydi ko'rib boqaylik. Bunun içindeki görüşme pişik, hem de göç dediğimiz bu 10 minut etrafında dümdüm göçler pişidi. Bunun üstüne biz abim kıymını bir kadar uşak doğurduk şundan mı? Uşak doğurduk, kapuskun pişik boğalık için bununla bir demli vakit gidiyor. Dağısı bir dümlü olamdıkmış ne? Buldu hakikaten hem de minyon çoğan çağda mı tamak yetişki bekçik vakit sarıp koyasız tamak yiyüçün mü koska içip neçketim uşudan ketişi mümkün ha. Bulup hem de biz gökşeş koysak kamera koysak çırmaydı Allah olup kalsı bu tamak pişip boğuculik belki ümidimizden üzüp teşeği çıkıplanlar menden bir taksap yevilişimiz mümkün. Şununla bir taraftan başka işlerini kıgaç yani bir taraftan özümüz şunaq bir çamada işki baktık bunu dümlegeş anı koyarsak. Buldu ondaqda bunu hizmetçi kadımlarına versek dümlep bergeç olsa. Rahmet. Gülbekram adamdı ben gerçi qo'rimni tayyorlashga toza ustamsam, ya'ni ilgari tayyorlab baxmagan bo'lsam, lekin mush qozon qizitish, undan boshqa qozonga moy qo'yish degandek texnikalar darajasi bir qadar yuqori bo'lgan, o'tini yiqish degandek ishlarni takrorlashtirib yetaman. Qo'rimni qo'rish, knopkasiga to'g'irladik. Undan keyin Amli qo'rish boshlaymiz. Qozon qizgandan keyin maydan yarim cho'mish qo'ysak bo'ldi. Çık qo'yishdan hojat yo'q. Chiq qo'ysak bir xil maylaylab qoldi. Undan hozir qizganda yarim cho'mish atrofida qo'ysak bo'ldi. Piyozni solamiz. Ha. Sizga moy jarab ketishida andish qilib bexatarligingizni ko'zda tutib, mana shu qalqon kabi sizni qo'g'dash qaroriga keldim. Tamoq etib ko'nganlar buningga o'zimiz taqabul tura olamiz. Endi piyoz biza qizargandan keyin, andan keyin pomidor qiyamini solamiz. Ya'ni bir qo'shiq solsak bo'ldi. Undan keyin qizilmushni. Nimish qanday farqi bor bu ikkisini ilgari kelikini? Qizilmush sal tez pishidi, undan keyin buning rangi o'zgarmaydi. Yeşilmushni, ko'kmushniki asan rangi o'zgarib ketadi. Shunga ko'kmushni eng oxirida sen ilishdan burun solsaqlar bo'ladi. Endi buningga qarmush solamiz. Qarmushdan qancha soldi? Qarmushdan mana yarim qo'shib atrofini solsak bo'ldi. Bek solsak tilni qo'riydi. Qarmushning tabiiy issiq deyman, ha? Tabiiy issiq. Ammo tamoq mo'tilli tamoq bo'lg'achqa buni solsak tabiiy bizga issiq ketib qoldi. Ko'kmushni solamiz. Tayyor bo'ldi. Shunlar ustiga ikki cho'mish atrofida Hozir turaqdillarmi shu qizilmush bilan ko'kmushning ochiq purqi chiqdi hozir, ha? Qarmaqanda bu hozir qo'rma xil ochiq tayyorlangandek bo'ldi. Shunaqmi? Ta'mi bir xil tilmisam qo'riydigan bo'lsam, yoshlarning ishi texnik keldi. Buningga azroq miqdorda kraxmal solamiz, chunki suyi biza quyuqroq chiqsa, tamoq texnik tamlaki yeyish bo'ldi ekan-da. Bir qo'shiq atrofida soldik ekanmiz-da. Bundan başqa yana mening bilishimcha, kraxmalninki yodni to'liqlash xususiyati bor. Shunaqmi? Kraxmalni muvofiq miqdorda iste'mol qilgan chog'da salomatlikka foydali taraflari bor. To'g'ri.
qo'rg'agan qiyamimiz tayyor bo'ldi. Endi buni dumlab pishirgan shu golubusning ustiga quysaqlar tamog'imiz tayyor bo'ldi degan gap. Ha, demak hozir siz bu qo'rmini qorish jarayonida bizni yuqorida yo'ygan bu kaposta o'ramimizmi dumlini tayyor bo'ldi qarmoqni aytib badiya. Uning ustiga men maxsus havol qilib, uning ostiga bir qism texnik ko'rkam tuz qo'shqichi ko'ktatlarni aralashtirishni tavsiya qilgan. Shuningdek bizning xizmatchi xodimlarimiz o'zininki go'zallik qarashi bo'yicha buning bir qism pomidor, ya'ni kichik shoxlar, uning boshqa ko'ktatlarni, uning boshqa ziraq gullarni qo'shib nayt chiroyli qilibdi. Bu hozir bozorga chiqsa balki shu yuzyan atrofidagi qo'rmiga yarishi mumkin yaraydi, ha? Endi buni qo'yamdiq. Endi bu qo'rg'agan qiyapman ustiga. Qo'ysak tamog'imiz texnik. Rangdor, shunaqa rangli yeyishlik bo'ldi. Yeyishlik bo'ldi. Shu topda men ko'riblam hozir og'zimga seriq suv yig'ilib ketdi. Balki bizning filmimizda ko'rinish kelayotgan operator qarindoshlarimiz uning boshqa ekran oldida programmamizni ko'rayotgan do'stlarning og'ziga seriq suv kelgan bo'lishi mumkin. Qarmoqlining ayt yeyishlik. Shunaqla buni hamda kelgan aziz mehmonlarningki dasturxonni oldiga qo'ygan chog'da bu ham dasturxonga ayt chiroyli ko'rkam tus beg'ishlaydi. Hamda ularningki cho'qim yeyishigina ayt mos keladi, ularga ayt ularning hurmati hisoblanadi, shunaqmi? To'g'ri. Ma ikkisi sad yo'g'on chiqib qolgan bu endi qamganda. Bu mu balkim do'stlar yana badiiy zo'qa taqilishi mumkin. Bu programmani Şinjan Eksan maychilik chekish şirkati alayda qo'llagan. Rahmat Kubek Ramada qulunuz haqiqatan gülken mushundaq o'xshagan bir taqsi taomni birdanmi sizlar tayyorlab qo'ydingiz. Buningdek ham yaxshi taomlarni tayyorlashni o'rganib shunaqla do'stlarga aytishni o'rgatib qo'yishingizni shunaqla yana menga tayyorlab berib, mening ham yaxshi tamoqlarga eg'iz tiyishimga sharoit hozirlab berishingizni tuvanchilik bilan iltimos qilaman. Rahmat sizga. Undaqda vaqtni chang tutib, qamoqimiz so'q kelishdan ilgari sirtqi qarindoshlarimiz bilan birlikda eg'iz tiyib boqamdiq. Chiroq. Golubsi, ya'ni kaposka o'ralmasi tayyorlashga kerakli materiallar. Bir dona kaposta, bir tal qizilmush, bir tal ko'kmush, bir bosh piyoz, guruch, 2 dona tuxum, pomidor qiyomi, qarmush, kraxmal, 300 gram lo'q go'sht. Tayyorlash usuli tuvandikicha. Oldi bilan kapostani butun peti ko'rda o'rda dumlab olamiz. Dumlash vaqti 2 minutdan 3 minutgacha bo'lsa bo'ladi. Ondan guruchni yarim piyola atrofida dumlab pishirib olamiz. Go'sht, piyoz, qizilmush, ko'kmushlarni qiyma holatda to'g'rab tayyor qilamiz. Ondan pishirib olgan guruch va kraxmal, qarmush, tuz, tuxumning eqi, shunaqla qiymini rosa aralashtiramiz. Ondan kapostani ko'rdan ilib, yaproqini ostidan ustiga qarab, asta suyib chiqarib olamiz. So'vilingan kapost yaproqiga tayyorlab olgan qiymini silib, yem holatda yo'yab taqsiga tizimiz. Ehtiyojga asosan tugib olgan kaposta o'ralmasini yana ko'rig'i silib 15 minut dumlaymiz. Kaposta o'ralmasini dumlab qo'ygandan keyin qiyma tayyorlaymiz. Ya'ni piyoz, qizilmush, ko'kmushni kichik to'g'rab, ustiga pomidor qiyomi, qarmushlarni silib, yog'da qo'rib olamiz. Oxirida 2 cho'mish atrofida suv quyib, 2 qo'shiq atrofida kraxmal solsak, qo'rma tayyor bo'ladi. Ondan dumlab olgan kaposta o'ralmasining ustiga qo'rmani takshi quyib, iste'mol qilsak bo'ladi. Golubsi, ya'ni kaposta o'ralmasining oziqlik qiymati yuqori, sinishli tomoq bo'lib, diabet, yuqori qon besim kasali bemorlari hamda teni ojiz kishilarning iste'mol qilishiga nihoyat mos keladi. Qadrli ko'rman do'stlar, suyimli qurdoshlar, shundoqla ekran oldidagi bizning pasiballarimiz, cho'nglarimiz. Qadimdan tortib turmushimiz nurg'ulg'an ijodkorlikqa to'yinganligi uchun hayotimizda talaydigan yangiliklar borliqqa keldi. Masalan, bizningki ijodkorlarimiz, olimlarimiz, texnik xodimlarimiz mana shuningdek ijodkorlikning turtkisidan nurg'ulg'an fan tadqiqot natijalarini borliqqa keltirib, bizga qulayliklarni ilib keldi. Undan boshqa bizning san'atkorlarimiz ijodkorlikning turtkisida yangi asarlarni ro'yobga chiqarib, bizga estetik so'q beg'ishlab kelmoqda. Amaliyotda ijodkorlik bizning turmushimizni o'zining qiymatini yarata oladi.
Cümleden bugün mana bizning suyumli mehmonimiz oziqshunosimiz Gulbahram doktor o'zi tujublab aytgan shunaq nanoat yoqtirib yeydigan golubsi, ya'ni Uyg'urcha kapuska o'ralmisi deb atalgan bu tamoqni etib tayyorlabdi. Shaxsan men ekran oldidagi suyumli xonim qizlarning bekor vaqtlaridan foydalanib mana shuningdek o'zlari etib yiqishni xohlaydigan, sinab yiqishni orzu qiladigan taomlarni tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Ishonmasangiz etib ko'ring. Agarda ozroq o'xshaganligini his qilsangiz, do'st birodarlaringizni, qo'lim qo'shlaringizni tamoqqa taklif qiling. Shundaqla do'stlaringizga tavsiya qiling. Mana shuning o'zimi amaliyotda bizning turmushni qizg'in so'yganligimiz, hayotga bo'lgan talpinishimiz. Bo'ldi, bu vaqtda biz ikki aziz mehmonimiz bilan birlikda bu tamoqqa eg'iz deb qandoq. Qani, marhamat. Gulbahram doktor, sizningcha bugun aytgan bu tamoqingiz qandayroq bo'lgandi? O'zingiz bir baho berib bering. Menimcha bo'ldi, endi lekin dumlish vaqti sal uzun bo'lib qolganligi uchun tomoqning rangi ozroq sag'irib qoldimikin deb o'ylayman. Lekin yana 90 nomerdan yuqori bo'lishiga shakkim bor. Avval undaqda ko'rkamlik darajasiga bizning bu Turkiyadan alayda qadam tashrif qilgan ikki aziz mehmonimiz qanday baho berdiki, bularning hozir bu tomoqning rangi qandayroq bo'lgandi? Rangi normal. Normalmi? Yaxshi. Turkiyada bu mushkul tomoqlar xil ko'p etildi deyman. Turkiyada lahana dolmasi deb etildi. Lahana dolmasi shundaq. Undaqda Turkiyada bu xil lahana dolmasi deb atalgan tomoqning ichiga nimalarni soldi? Guruch, qizmit qataliqlarni soldi shundaq. Bizning bugun tayyorlagan xurishlarimizni asosiyatini o'xshashga. Undaqda aka, siz bir aytib baqsangiz. Demek dostlar, harakat harakatda. Mana shuningdek aram baxsh kunlarda urug' tuqqan do'st birodarlarimiz bilan birlikda o'zimiz qo'l silib atgan tomoqdan birlikda huzurlansak, menimcha bu haqiqiy hayotni so'yganlik, turmushni qadrlaganlik. Undaqda Gulbahram doktor, sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib biz bilan birlikda bugungi programmamiz qatnashganingizga yana bir qatam tashakkur. Bizning tamoqimizga eg'iz tekkan shunaqla bizga mana shuningdek ko'ngilli tamoq etish so'rini hozirlagan bizning bu ishga aziz mehmonimizga ko'pdan ko'p tashakkur. Qadrli do'stlar, bugungi Ichildasiqning programmamiz orqali sizlarni ham biz bilan birlikda xushallikdan bahramand bo'ldik deb o'ylayman. Undaqda keyinsan Ichildasiqning programmamizda biz yana kimlar bilan qanday yeyish tamoqlarni etishni o'rganganimiz, qanday lazzatli tamoqlarga eg'iz tegadiganimiz. Agarda bunga qiziqsanglar, keyinsan programmamiz beqitanlar bo'lsin. Men Nijat, xayr xo'sh kelarsan deb ko'rishaylik.